Qo'shni nima bezovta qilyapti? Bilmadim. Soat kech 3-4gacha uxlolmayman. Ertalab esa tura olmayman. Tushlikkacha uxlayman. Kunimda baraka yo'q. Eng achinarlisi oilam, farzandlarim, ayolim, do'stlarim bilan aloqam uzilib qolgan. Qisqasi, tushunarsiz holatga kirib qolganman. Qanaqadir qobiq, nimadir ulardan meni itarib turadi. Shunga yordam bering. Oxirgi marta yaqinlaringizga eng qimmatbaho nima olib berdingiz? Yaqinlarimdan hech narsani ayamayman. Nima xohlasa olib beraman, hamma narsalari bor. O'zingizga oxirgi marta nima oldingiz? O'zim uchun telefon, soat, onam sovg'a qildilar, mashina. Menga eng qimmatbaho nimangiz bera olasiz? Soatim sovg'a, onajonimdan. Mashinam o'zimga kerak. Xo'sh, Men hammasini tushundim. Meni hayotimni qora rangga bo'yagan mana shu telefon ekan. Oshirib yuboribman. aqlli inson ekansiz. Havasini to'g'ri tushunibsiz. Bu mendan sizga hadya. Hayotimni qaytarib berganingiz uchun. To'g'risini aytsam, oilam bilan ajrashish yoqasida edim. Yaqinlarimdan uzoqda edim. Do'stlarimdan, farzandlarimdan arzimasa ham qabul qiling. Xo'p, mayli. Faqat boshqa kelmang. Kasal bo'lmang. Rahmat.